Sen canımsan, sen tanımsan, bobam, yurtim, maskanimsan, onam tuqqan vatanimsan, ona yurtim, ona vatan, Turkistonim, Turkistonim. Ona vatan, ona kabi azizdir. Yurt, vatan, diyor faqatgina tuproq yoki yer emas. O'lka, yurt, vatan bu insonning ildizi, tarixi, tili, madaniyati, ori-nomusidir. Ona qanday qilib farzandini mehr bilan tarbiyalab ulg'aytirsa, vatan ham o'z farzandlariga hayot, til, madaniyat va shaxsiyat beradi. Shuning uchun ham vatan ko'pincha onaga qiyos qilinadi, onaga o'xshatiladi. Ona hurmati qanday muqaddas bo'lsa, vatan hurmati ham shunchalik muqaddasdir. Agar kimdir ona shoniga tajovuz qilsa, g'ururli farzand bunga befarq qarab turmaydi. Xuddi shuningdek, agar vatanga tajovuz bo'lsa, vijdonli va g'ururli inson uni himoya qilishini o'zining eng ulug' burchi deb biladi. Vatanni sevish bu shunchaki so'z emas, balki yurakdagi sadoqat, xalqiga bo'lgan hurmat va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatdir. Vatanni sevgan inson uning tinchligi, obodonligi, erkinligini va erkin bo'lishi uchun har doim tayyor turadi. Unutmang, o'lka, yurt, vatan, diyor ona kabi azizdir. Ona hurmatini saqlagan farzand qanday sharaf topa olsa, vatanini sevib va himoya qilgan inson ham shunday izzat va qadr topadi. Chunki insonning or va nomusi, g'ururi, sharafi, shoni ko'pincha uning vatanga bo'lgan muhabbatida namoyon bo'ladi.